Er xotin urushi, do'kon-mol qurishi. To'g'ri, bekorga aytilmaydi, lekin bitta narsa hamma oilada ham bo'ladi-da. Men zo'riga uylandim degan odamlar ham o'z og'zi bilan aytadi, "Meni ham oilamda kamchilik bor, meni ham uyimda janjallar bo'lib turadi" deyshadi. Lekin bitta narsa, erkak kishi bo'lib turib siz, erkak kishi bo'lib turib ayol kishiga teng kelmang, nima keragi bor? To'g'risi, ayol kishini fitrati shunaqa. Alloh taolo ayol kishini shunaqa qilib yaratganda, ya'ni til bor deb ayol kishida-da, issiq sovingizga qaratgan bo'lsa, tozaligingizga, osh-ovqatingizga, boshqasiga qaratgan bo'lsa, ayol kishiga ikki og'iz shirin gap gapirish shunchalik qiyinmi? Qiyin emas. To'g'ri, endi nimadir deb qo'ygan bo'lsangiz, ko'ngli og'rib qolgan bo'lishi mumkin-da. Lekin o'sha ko'ngil og'rig'ini ketkazadigan ikki og'iz sizni shirin gapingiz. Realni. Ajay yetmasa bitta Rainbow olib berib yuborasiz-da. Mazza qilib ishlatadi kelinim uyda mazza qilib ishlatadilar. Sizni duo qilib turadilar, keyin ayol kishining duosi bilan ishlayman ancha yaxshi bo'ladi. To'g'ri, kanishda ota-ona duosini olish kerak. Komil ota-ona duosini olish kerak, lekin ayol kishining ham duosi baribir ishingizga yordam beradi, baribir ishingizga ta'sir qiladi. Ayolingizni ham uydan chiqib ketayotganda ayolingizni ham duosini olishni o'rganing. Ertaga farzandli bo'lsangiz, farzandlaringizni ham duosini olishingiz kerak qoladi. Rostdan duoda ko'p gap bor-da. Shunaqa narsa. Tomoni agar ko'ndira olmay qolsangiz, jazosi bitta Rainbow. Biroz menga aytsangiz, o'zim olib borib beraman. Mazza ishlatadilar, duo qilib sizni. U duolardan keyin sizga Allohim xudo xolasa unaqa Rainbow pulini yuzlaganini yetkazadi.